Assalomu alaykum. Men Markaziy Osiyodagi eng yirik rom ishlab chiqarish korxonalaridan biri Imzo zavodidaman va bugun sizlar bilan birga yuqori aniqlikda ishlaydigan robotlar 50 yil va undan ortiq xizmat qilishga mo'ljallangan rom tizimlarini qanday ishlab chiqarishni ko'ramiz. Imzo O'zbekistondagi eng yirik ixtisoslashtirilgan rom ishlab chiqarish fabrikasidir. Zavodning umumiy hududi 160 ming kvadrat metrni, ishlab chiqarish maydoni esa 70 ming kvadrat metrni tashkil etadi. Har bir romning ishlab chiqarilishi mana bunday profillarni tayyorlashdan boshlanadi. Imzoda plastik va alyuminiy romlar ishlab chiqariladi. Materiallar turlicha bo'lgani sababli ularning yig'ilish texnologiyasi ham bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun har ikki jarayonni alohida ko'rsatamiz. Profil kerakli o'lchamda kesiladi, texnologik operatsiyalar bajariladi. Keyin esa konstruksiya romga aylanadi. Avtomatlashtirishning asosiy afzalligi bir xil aniqlikni saqlab qolishdir. PVX rom ishlab chiqarishda aniqlik juda muhim. Har bir buyurtmaning o'lchamlari tizimga kiritiladi, undan keyin esa ishlab chiqarish jarayoni mana bunday avtomatlashtirilgan liniyalarda davom etadi. Alyuminiy romlarni ishlab chiqarish texnologiyasi esa PVX dan farq qiladi. Bu yerda profil yuqori aniqlikda kesiladi, unga mexanik ishlov beriladi va keyin konstruksiya yig'iladi. Alyuminiyning imkoniyatlari katta o'lchamdagi romlar, eshiklar va surilma tizimlarni ham ishlab chiqarishga imkon beradi. Rom faqatgina konstruksiya emas, u binoning tashqi ko'rinishi yoki interyerning bir qismi hamdir. Shuning uchun Imzoda profilga turli rang va faktura berishga mo'ljallangan alohida laminatsiya jarayoni ham mavjud. Laminatsiya texnologiyasi romni arxitekturaga mos turli ko'rinishga keltirishga yordam beradi. Misol uchun mana bu hali laminatsiya qilinmagan profil, bu esa uning laminatsiyadan keyingi ko'rinishi. Rom tayyor bo'lishi mumkin, biroq bu hali uni sifatli deyish uchun yetarli emas. Ayni mana shu sifatni nazorat qilish uchun Imzoda maxsus laboratoriya mavjud. Biz shu laboratoriyadamiz. Bu yerda romlar, furnitura, komplektlovchi qismlar turli nazorat sinovlaridan o'tkaziladi. Masalan, izolyatsiya, haroratga chidamlilik, mahsulotning ishlash xususiyatlari tekshiriladi. Ya'ni sifat faqatgina ko'z bilan emas, balki aniq sinov natijalari bilan tekshiriladi. Ishlab chiqarishning oxirgi bosqichlaridan biri mahsulotni nazorat qilish va qadoqlash. Konstruksiya tekshiriladi, himoyalanadi, markirovka qilinadi va buyurtmachiga jo'natish uchun tayyor holatga keltiriladi. Shu tariqa profil shaklida boshlangan jarayon tayyor zavod romi bilan yakunlanadi. Endi har gal romga qaraganingizda uning tayyorlanishi ortida qancha jarayon, mehnat, mashaqqat turganini bilasiz. Profilni tayyorlashdan tortib, robotlashtirilgan ishlab chiqarish tizimi, laboratoriya sinovlari va yakuniy nazoratgacha, ularning barchasi shu yerda Imzoda amalga oshiriladi.